tezroq kir. Qaynona do'kondamisiz? Telefonchik-ku, keling, ishlaringiz xudoga shukrmi? Oling bu telefoningizda original degan bitta ish qilmay qotib qolibdi-ku bu. Topgan pulimni stiklosiga ketadi, megabayt yegan. Buni olingda menga bitta yaxshi originaldan nima qil. Ha, o'zingiz bosing, ustaxonaga kiring gaplashamiz. Kuyov, meni asab qilmang. Hozir hayotingizni format qilib boraman. Siz telefonni olib ketib, ishlatib menga qaytarib biriga ekan demang. Men bilaman hamma haqiqatlarni. Nimani bilasiz? Siz-ku mayli bu bilan gaplasharsiz, lekin onangiz bosib igra o'ynaydi. Singilchangiz kelib, chexolini so'rab bezor qiladi. Rostda o'zinikimi yo'qmi? Jim tursan? Qachon borsam bu bechora qizib portlab ketaman deb tayyor turadi. Xo'sh, bunga nima bahonangiz bor? Gapiring. Ha, Instagramdagi videolarni yuklab olishni bilmaydi bu. Shuni ham bilmaysanmi, qizim? Telegramda chaqqon robot degan bot bor. Shunday kirasan, Instagramdan, Facebookdan, TikTokdan istalgan videoni rasmini, silkasini shunday tashlaysan, tez va sifatli formatda senga skachat qilib beradi. Hech qanday kanalga obuna bo'lishing shart emas. Undan tashqari Telegramdagi qarindoshlar, sinfdoshlar guruhlariga kirib, chaqqon pastga chiziqcha любой ismini yozsa, har xil qiziqarli ovozlar, memlar tashib beradi. Mazza qilib prikollashib o'tirasizlar. Chaqqon robot botni yo'qotib qo'ymaslik uchun pastdagi havolaga shunday o'tib azob olib, mazza qilib foydalanib yurish kerak. Eng zo'r bot shu bo'ladi, qizim. Ha, bu yerda qaynonangni yarashib yashab tinch bo'lamiz endi. Qani, sensorlaring yoriq bo'lsin, antennalaring 5G bo'lsin. Galereyalaringda faqat xursandchilik bo'lsin, sizlar ko'rolmaganlar batareya tushib ketsin. Qamatini ishlang, yorini yig'ishidan